Nega zanjirdagi umumiy tok 931 amper, 1225 amper emas, balki energiyalik bizning videosini ko'rgandirsiz. Birinchi kondensatorni o'zini ulab tekshirgan paytimizda 8,83 amper chiqadi va alohida kondensatordan kelgan tosterni ulagan paytda tok kuchi 342 amper chiqyapti va ikkalasini birgalikda ulagan paytda 931 amper chiqqan. Lekin oddiy arifmetika bilan hisoblaydigan bo'lsak 1225 amper chiqishi kerak. Buning sababi nimada? Javob juda oddiy. Gap shundaki, bu yerda kondensator reaktiv tok iste'mol qiladi va u yerda tok kuchi kuchlanishdan 90 gradusga fazada oldinda bo'ladi. Toster bo'ladigan bo'lsa, u faqat aktiv quvvat iste'mol qiladi va unda tok kuchi va kuchlanishning fazasi bir xilda ketadi. Va shuning uchun ham bu yerda ikkita nagruskadagi toklarni qo'shish oddiy arifmetika bilan emas, Pifagor teoremasiga asosan vektorial holatda ketadi. Agar Pifagor teoremasiga asosan gipotenuzani hisoblaydigan bo'lsak, kvadratik tarzda natija aynan o'sha eksperimentdagi bilan bir xil chiqadi. Shuning uchun ham fundamental qonuniyatlarni bilish, o'zgaruvchan tok qonuniyatlarini bilish juda ham muhim hisoblanadi. Jo'natib qo'yamiz kerakli odamlarga.